WhatsApp YouTube orqali bugun sizlar bilan birgalikda men Mega Gamer va Nike tilisi bo'ladi. Bugungi videomizda videoni rasmidan, nomidan ko'rganinglardek, Nike tilisi haqida gaplashamiz. Nike tilisini mana akamiz Nike tilisini chiqarishni so'ragan ekan. Gapini yerda qoldirmagan holda Nike tilisini chiqarishga qaror qildik. Birinchi marta HVX serverdan cheklanib turgan holda Fantine'ni copy serverga kirishga qaror qildim. Videoni boshlashdan oldin videoga like, obuna va kommentariy o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Videoni cho'zmasdan boshladik unda. Itak bolalar, ko'rganingizdek, so't mashg'uloti, odam o'ldirganlarim yo o'lganlarim hisobga olmaganda, so't cho'tki, kerak bo'lgani hisobiga ham kerakligini hisobga olib baho beringlar so'tga. Tak men unchalik Fantime anarxiyada yaxshi o'ynamayman. Shunga qarab baho beraverasizlar o'zingizlar. Unda dalshi cheatni yuklashga o'ta olamiz. Itak yuklovchi o'tadigan bo'lsa, bizda 16.5 zip bo'ladi. Buni Telegramga tashlab qo'yaman, KFGlarni ham tashlab qo'yishga harakat qilaman. Biz 16.5 zipni ichini ochib olamiz. Ichidagi 16.5 ni tashqariga chiqarib olamiz. Bizga zip kerak emas. Idalshi Legacy Launcherdan APK bosib Open APK bosamiz. Bu yerdan passwordga tushirgan holda versiyani topamiz, versiyaga kiramiz. Eski 16.5 o'chib tashlaymiz. Sizlardan eski bo'lishi mumkin. O'chib tashlaymizda o'sha 16.5 ni bu yoqqa tashlab olamiz. Bu yoqqa tashlagandan keyin bu tushadi. Shunchaki Legacy Launcherni menga bosasizlar. Nastroyga qilmagan bo'lsanglar, Nastroyga Launcherga bosasizlar. Bu 20 turishi kerak. Nastroyga mashina yonida Nastroyga bossak, no verify degan yozuv bor. Mana shu no verify обязательно bo'lishi kerak. Buni men Telegram kanaliga yozib qo'yaman. Mana shu yerda bo'lishiga no verify ni qo'yib qo'yasizlar. Mana tekishi bu o'zi qilingan bo'lishi mumkin.
Gatovani bosasiz, saqlanishni bosasizlar, akkaunt ochib bo'lgandan keyin запустить bosasizlar. Kutamiz. Bo'ldi. Launcherni boshqa emas, mana shu narsa chiqib qoladi. Bu virus emas yoki bug emas. Открыть botni bosamiz bu yerdan. Har kirganlarda so'raydi. Buni tuzatib olsam, tuzatilgan versiyasini chiqaraman Nike'lisini. Bu yer bosganlarda buni qamarlata olmaysizlar. O'shaning uchun buni sal chekkaroq o'tkazamiz edi. Открыть приложениеga bosamiz. Bu keyin Telegramni ochadi. Telegram ochilishini kutamiz. Telegram ochganimizdan so'ng bizani avtomatik bot kodadi. Buni ham shuna sal noqulaylik bor shunaqa to'g'rilangan aytaman. Bu yerda запустitga bosamiz. Keyin yana aytadi, "Yamanga bossanglar, hammasi to'ygan ekan, podpiska bosib bo'lganlarga hammasiga bu yerdan proverkaga bosibdilar." Bo'ldi. Klientga kiradi. Chitimizga kirib oldi. Yani o'zingizlar bilasizlar nima qilishni. Akkaunt qo'shmoqchi bo'lsanglar, akkauntga bosasizlar. Bu yerda pastda menda unchalik ko'rmaydi. Notebookda ekran kichkina bo'lganingizlar bilasizlar, kompyuter bo'lsa ko'radi. Mana bu yerga bosasizlar. O'zingizlar klientga yozasizlar. Keyin pastda tugma bor. Uni men ko'ra olmayman. Bosasizlar yoki posta klaviaturada enter bosasizlar. Akkauntga kirganlarga akkauntnikiga 2 marta bosamiz. Multiplayerdan o'zimizga kerak serverga kirib olamiz. Bo'ldi, bugungi videomizda shundan iborat edi. Juda ham qisqa va tushunarli deb o'ylayman. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang va o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Ya'ni sizga qanaqa soft kerak? Men uni iloji boricha chiqarishga harakat qilaman, xuddi mana akamizga o'xshab va oldingi akamizga o'xshab. Keyingi videoda mana kichkina rejam Lobby modga mana bu baratim so'raganda Lobby modga aura qo'shib ko'rsatmoqchiman. Iloji bo'lsa yana ham bilmadim. Ilojim qilishga harakat qilaman. Qo'ldan kelgancha sizlar yozgan cheatni chiqarishga harakat qilaman. Hammaga xayr. Xayrli oqshom. Men oqshom olyapman. Video qachon chiqaraman bilmadim. Davay charchamaymiz. Kanalga obuna, like, podpiska. Все.